Dard tutib qoldimi? Hali erta edi shekilli. Yana senga gul olib keluvdim. Ma, ishla ol, il. Voy! Rahmat. So'yinchi! So'yinchi! Oyim tug'dilar! Oyim qiz tug'dilar! So'yinchi! Oyim tug'dilar! Oyim qiz tug'dilar! Endi biz oilada ham qiz bo'lamiz! So'yinchi! Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir. U qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-modda. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat nazoratidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'limni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir va davlat nazoratidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 50-moddasi. Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ta'lim olishga haqlidirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 51-moddasi. Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitida ishlash, mehnati uchun adolatli haq olish, shuningdek, ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasi. Har kim sog'liqni saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 48-moddasi. Har kim qariganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, shuningdek boquvchisini yo'qotganda, qonunda nazarda tutgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasi.